أن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقياه. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه. شوق تبعت هداه. ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا. ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا. bilan kelgancha Cho'qor akamlarda, ulamolarda bir duolarni olish maqsadida harakatdamiz inshaalloh. Xudo xolasa duolaring bilan qachonmiz xizmatdamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Qor aka. Juda xursand bo'ldim e'tiboringizga. Xudo bo'lsin. Qarang, Qor akajon. Madina, Madina. Yuramiz. Jo bismillah. Yuraveramiz hojidomlar. Juda xursand bo'ldim. E'tiboringizga rahmat. فاقتفى القلب حنينا طالبا لقياه. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه. شوق تبعت هداه. يا رسولا جاء يبغي رحمة للعالمين في يديه نور فجر يغمر المعتم فينا. جاء يبغي رحمة xalqni xizmati, xalqning nazarini topish katta ne'mat. Eng katta ne'mat bu. Shuning uchun sizlarga Alloh quvvat bersin. Bitta narsa bizning dinimizda kattaning hurmati eng katta ne'mat. Kattaning hurmati eng katta ne'mat. Yoshlarning kamol topishi kattaning hurmati bilan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom marhamat qilganlarki, innamal barakatu ma'a kabirikum. Barakat kattalaring bilan birga. Shuning uchun sizlarga kuch-quvvat bersin. Kattalar bilan hozir ham hurmat qilyapsizlar, hamma joyga qo'yapsizlar. Men bitta mana ko'pchilikcha bitta iltimos qilmoqchi edim. To'ylarda xizmat qilasizlar. Endi to'ylardan ixtiyorlashib qolyapti. Ba'zan shunday holat bo'ladi. Odam tirband bo'lib qoladi. Mana bu yerda 4 kishi o'tiradi-da, 8 ta stol bo'sh turadi. Shunga odam qo'ysalar. Men o'tirsam ham men xafa bo'lmayman, chaqiraman o'zim, olib kelinglar, odam o'tirsin. Ro'parada juq xunukda hatto 50 odam qarab turibdi, osh yeganda bo'lmaysa, o'shaning uchun mayli, joylayapsizlar, rahmat. Bitta ikkita bo'lsa ham ikki qo'yapsizlar, shuna qilish kerak. Mayli, endi bitta ikkita xafa bo'lishi uchun mana bag'dagi odamlarni muntazir, o'zi oshga kelgan odam navbatda qolsa xijolat bo'ladi. Men o'zim ko'p joyda qaraymanda, Alloh qabul qilsa ketib boraman, vaqt bo'lsa keyinroq kelaman, bo'lmasa yo'q, shunaqa. O'shaning uchun shu odamlarni muntazir qilmasdan shunaqa odamlarga uzr endi hoji akalar yoki boychi akalar uzr endi qarab qoldi, bularni o'tirib qo'yish kerak. O'shanda yaxshi bo'ladi. Eng katta ne'matlarga shu kuch-quvvat bersin. Mana yaxshi xizmat qilyapsizlar, janozalarda, to'ylarda, boshqalarda. Alloh kuch-quvvat bersin. Odam xizmat bilan topadi. To'g'ri-to'g'ridan hamma odam xizmat bilan topgan. Xizmat qilmasdan ilmni o'zi bilan bir narsaga erishish qiyin. Faqat xizmat bilan, amal bilan. Alloh sizga uzoq umr bersin, salomatlik bersin. Mana shunday xalq xizmatida bir mustahkam turib, mustaqim turib, adolat bilan turishni Alloh muyassar qilsin. Parvardigor jalloли o'zi adashtirmasin.
nafsga qo'ymasin, shaytonlar endi vasvasani saqlasin. Endi qorlar bitta Qur'on o'qib bersalar, lekin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parvardigoro, ushbu sayil ayyom kechasida qilingan ihsonlarni qabul aylagin. Qur'on tilovatini amr va nahyilarni qabul aylagin. Savobini ola payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam janobimizning ruh poklariga, ola ashabi azvoji mutahharat, tobiin tabi'inlar, avliyolar, piri murshidlar, xususan shahrimizda yashab o'tgan xona xoqonlar, olim umarolar, hofiz xonlar, amir umarolarni, shoirlar, fozil fizonlar ruhlariga va umidvorlar ruhlariga, g'arib g'uroblar ruhlariga baxshida qildi. Allohim hamda qo'llash turgan har birimizdan o'tgan umidvor bo'lgan, haqdor bo'lgan mu'minin, mu'minat, ajdod va ummahat va piri ustozlarimning ruhlariga baxshida qildi. Allohim ruhlarni shod qilgin. Mana bu yigitlarimiz Parvardigor bugungi kunda xalqimizning xizmati uchun, millatimizni shu yaxshi yomon kunlarda xizmat qilib boshqarish uchun bel bog'lablar. O'zing kuch-quvvat ato qilgin, g'ayrat ato qilgin, siyat ato qilgin, adolat ato qilgin, doim hifz himoya saqlagin, o'ylagan ezgu narsalarga osonlik bilan erishtirgin. Parvardigor shaytonning sharidan, qalbiy illatlardan o'zing saqlagin, nafs morani shumligidan saqlagin, zamon fitnasidan saqlagin, doimo o'zing rozi bo'ladigan amallarni muyassar qilgin. Hamma o'ylagan rejalarga osonlik bilan erishtirgin. Mana shunday kattalarni hurmat qilib, yoshlarni izzat qilib, el yurtimizni ibodatiga xalal bermaydigan tarzda nimalarni o'tkazish, marosimni o'tkazishga muyassar muvaffaq aylagin. Doimo mana shuncha yildan beri shahrimiz dasturxonchilar, o'sha qorpochalarimizdan Xudo rahmat qilsin, hamma vaqt namozni vaqtida rioya qilib kelishgan. Bundan keyin ham qiyomatgacha ham shu namoz vaqtiga rioya qilgan holda hamma tadbirlar o'tishni muyassar muvaffaq aylagin. Allohim oqibat korimizni baxir qilgin. Ertalik sayil ayyomni ham bizlarga muborak qilgin. Dargohida maqbul bo'ladigan ibodat qilishga muyassar qilgin. Allohim bu juma kechasini ibodat bilan, salovat salomlar bilan o'tkazishga muyassar muvaffaq aylagin. Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka raufur rahim. Allohumma salli va sallim. Hocaga kelgan qorilardan bir duo qiling. kelgan Amin. Qorilarimizni. Amin. Mana xizmatda basta bo'lsinlar dedi. Alloh xizmatingizni ibodat maqomida qabul etsin. Hamalaring keta qorigalar ham xizmat qilishadi, Qur'on o'qishadi. Ustozlarni akam bilan esladik, o'tgan Qo'qonda o'tgan ilmlar, mana otalarimiz o'tib ketdilar. Qur'on ta'sirlari ko'p. O'zimizni mana shu zamonda Ibrohim akam Alloh rahmat. Azam xondomlar mana Xayrulloh akam o'tib ketdilar. Qancha yil masjidlarda xizmat qildilar. Alloh ularga ham rahmat qilsin. Amin. Hammamiz salomat bo'laylik. Akam kattalarimiz, akalarimiz ozgina qolishib, katta shularni mana endi hurmat qilyapsizlar. Bundan keyin ham Alloh o'zlaringdan nima qilmasin. Doim yaxshi kunlarda ham birga bo'lib duo qilaylik. Alloh hammalaringga maqsadlar. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Parvardigorim. Yaxshimina, hojamni yaxshimina. Allohim shifo komil ato qilgin. Uzoq umr bergin. Parvardigor o'tganlarga rahmat qilgin. Salomatlik ato qilgin. Mana shu Nishonjon bilan Muxtorjon ko'lar juda jon kuydirishdi. Ular kuch-quvvat, yaxshi niyatlariga, xulus niyat bilan boshlagan ishlariga xayr barakat ato qilgin. Balofatlardan saqlab. Barakalloh, rahmat, salomat bo'linglar. Ah